Odamı dedi doniyam. Donik, pochchasiga haqorat qilmay, xap o'tiring-ku. Yaxshiman. Yetasiz Irodaxonim. İnşallah. Siz yutasiz dedi. Chiroyli hayot kutayotganini aytyapti. Bu vaziyatdan chiqib ketasiz. Bu qora kunlar ortda qoladi. Xo'p. Ana. Juda chiroyli kelajak ko'rsatdi lekin. Amizga qarab pul ochasizmi? Tezda osyamantimda shamobga o'zim fol ochaman. Mani yulduz ham bo'lmadi, buniki yaxshi o'tmadi. Mendan tezda Shahnaz, qo'nim tasha hozir boryapman. Ha? Hozir boraman, qo'nim tasha nima boray? Menga diyor keraksan, hozir boraman, qo'nim tasha deysan ya yulduz. Hafta boray, seni ko'ray, sog'ingandirman balkim. Ishxonadaman, kelaver, yana kapidaman. Yana kapidamisan? Ha, to'xta, Shahnaz nima ismarlaysan? Nima olib berasan? Men borsam Kelgan ismarlamadimi? Men hozir hech kimga ijtimo bermayman. Men pulimni to'playapman, baxtli oila bo'laman deb. Shahnaz, u gaplar borki, bekor aytyapti. Nima desa olib beraveradi. Xursandchiliklaring bor. Ziyor aka, shetda bo'lsangiz tepadan yozib qo'ying. Shetdaman deb yoki metga kelibdi, kuluvchiga otib qo'ying. Yuragim og'rib qolyapti. Yurak qaysi tarafda edi? Mana bu tarafdanmi? Boraymi yo ishing bormi? Yuragim kelaver, yuragim og'rib qolyapti, Ziyor aka. Hazil bu deb yo tepadan yozib qo'ying, pastdan kelib kuluvchiga otib qo'ying. Telefon qilaman. Sizga ishonib endi erimni ajrashayotgan paytimda nima unaqa qilasiz? Men tushunmadim, u nimaga ajrashyapti? Men kecha eshitdim, shuni o'tirganda. Diyor akam uylanaman deb so'z bergani uchun ajrashyapman-da. Yosh yigitga ketyapti. Yaxshi kun bo'lishini 97-yilga ketyapman, 87-yildan voz kechib. 40 kun ichida. 40 kun ichida deydimi? Iroda 87 ta. Menga qara, ana dilpuzga aytaverdim, baqqoldan ikkita sham olib kelsa, oppoq sham ketar ekansan, u baqqoldan. Telefoni mana unga. Dilbuz opam tapchkasi qiyg'oring. Alo. Hozir o'zingni yugurtiraman. Mana opa sham kerakmi? Mana sham. Unaqa sham, u sham bas, u tutsa biladi u. O'chmaydi. Yo'q, bu tutsa, menga sham kerak naxo. Sofat bugun atkani qilasan endi. Sham kerak desam, tutsa olib kelishyapti menga. Isroq. Dilbuz opa kelishingizga sham olib kelingilmas. Sham olib kelaymi hozir? Hozir tashqari baqqol bek-ku, qaydan sham olib? Voy, meni yonimda baqqol ochiq 7-24 soat. Seryozni aytgan. Seryozni. Endi bu mana shu